Hurmatli kuzatuvchilar, bugun 2-aprel 2025-yil. Qashqari hozir shovqin. Ichkaridan gapirishni boshlaymiz. Korobka holatdagi kvartiramiz sotuvga chiqdi. Samarqand shahar Titova ko'chasi bo'ladi. Hozirgi Rudaki deydi. Hozir tezgina obzorda podyezdni ko'rsatib o'taman. 4 ta xonadon mavjud. Kattagina va keng podyezdi mavjud ekan. Bu domdan oldin obzor qiluvdik. Mana shu eshikdan kirib kelamiz. O'ng qo'lda shu joyni prixojniy mebellar uchun yasatsak bo'ladi. Xo'p, koridor bilan joylashgan ekan xonalari, 3 ta xonasi hozir mavjud. Bittasini oshxona qilgan ekanlar va 2 xonalik hozirgi turishda 71 kvadrat, lekin bitta xonasi katta bo'lgani uchun bo'lib turib 3 ta xonasi qilib ishlatsak bo'ladi. To'g'rimizdagi ana shu birinchi xonamiz sanuzil bor ekan. Xo'p, kanalizatsiya qilingan va shu joyni yotoqxona qilib, zamonaviy qilib, yotoqxonaning ichidan alohida sanuzil yasatsak bo'lar ekan. Pollari no'lavoy qilingan, stechka qilingan, g'isht, derazalari akvaplast 2 qavatli oyna. Samarqand shahar Titova ko'chasi, hozirgi Rudaki ko'chasi deyiladi. Xo'p, elektromontajlarni qilib olamiz, simlari kelgan va hamda Wi-Fi simlari ham kelgan ekanlar. Kanalizatsiya kelgan. Xo'p, oshxonada gaz shochigini ko'rdim. Mana gaz kelgan ekan, shochigi bor. Shu joyni bu yerda ham mana kanalizatsiya bor. Oshxona qilib yasatib olamiz. Bir tarafda mebellarni yasatib olamiz. Xo'p, mana tashqaridagi ko'rinishimiz. Davom ettiramiz. To'g'rimizda mana shu joyda sanuzil bo'ladi. Mana eshikdan kirib kelamiz. Kirib kelganda chap qo'lda bo'lar ekan. Hozir 3-xonamizni ko'rgandan keyin sanuzilimizni ko'rib o'tamiz. Kattagina mehmonxona uchun mo'ljallangan deb o'ylayman. Shu xonani bir tarafini bo'lib turib, yotoqxona bolalar uchun qilsak agar 3 xonalik bo'ladi. Shu xonamiz gulxo'y bo'lib qolishi mumkin. Lekin shu turishda ham ishlatsak bo'ladi. Xo'p, 71 kvadrat dedik. Mana yana bir marta ko'rib o'tamiz tashqaridagi ko'rinishni. Xo'p. Va oxirgi xonamiz sanuzilimiz qoldi. Sanuzilimiz mana shu joyda keng, kattagina kanalizatsiya hamda suv shochiklari mana ko'rinib turibdi. Buni bo'lib turib razdelni deydi. Razdelni sanuzil qilib ishlatsak ham a'lo daraja bo'ladi. Mana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi. Samarqand shahar Titova ko'chasi, hozirgi Rudaki deyiladi. Yangi qurilgan 5 qavatli binolar. Bu domimizda lift yo'q. Odatda 5 qavatli binolarda lift bo'lmaydi. 4-qavatimizda joylashgan. Hozirgi turishda 2 xonali kvartiramiz 71 kvadrat ekan. Narxini $45,500 deyaptilar. Savdo savbati bor ekan. Hujjatlar tapa-tayyor, kadastrlar bor. Tezda sotiladi. Qiziqqanlar tezda aloqa chiqamiz. Yaxshigina savdo qilib beraman deyaptilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.